Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Sizlarga doim foydali video tartib juram. Tug'anlar, bunday servis remont, bытовой texnikani remont qila turgan servisini tartib ket Danyar deb aябай ko'p odam kommentariyaga yozdinglar. Do'stlar, o'zim qo'llana turgan servis. O'zim kelib, shul balamen постоянно buyumlarim bo'lsa olib kela turgan servis shul bo'ladi, do'stlar. Oşoğa sizlerge to'liq ma'lumotni qoldirib ketayin. Sizler like bosib, kanalga qattolangizlar, kanalga qattal qo'yingizlar. Burxondan uka, assalomu alaykum. Qanday ishlaringiz bo'ldi? İşleriniz bo'ldi? İşleriniz ochib olsa hech qanday sonun. Şul balani sizlerge tavsiya etib ketayin. Jalabad shahrida выезд menen uyga borib, bытовой texnikalaringiz bo'lsa, jalan ko'rib, o'ngdosh kerak bo'lsa olib kelib, shu ishxonada o'ngdab bere turgan bala shul bo'ladi. Keling, mana zvukdan ichkariga kirib olaylik da ba. Bemo odamlarga aytib qo'yaylik. Qanday ish bo'layotadi Burxondan sizda hozir? Remont. Nelarda remont qilatasiz? Hozirgi kunda холодильник, стиральный mashina, konditsioner barini olayapsiz. ham zapravka o'tamiz. Ha, yaxshi. Ha, avtozapravka ham bor deng. Konditsioner mana hozir sezon kelayotadi, turib. Avtozapravka kerak bo'lsa da keladi. Bu adresimiz tug'anlar Turk litsey. Lenina qancha bu? 89. Lenina 89 ekan, do'stlar, zdaniyani. O'zi bayağı boshida da tartqanda turadi. Lenina 89, mana litsey bayağı. Qadirjon litsey, bu Turk litseyini tushunda tug'anlar. Shul servisimiz joylashgan. Bemoga kelib, nomer telefonlarini videoning ostiga yozib qo'yim. Bunday bытовой texnika bo'yicha remontlar bo'lsa, chalib Burxondan shunday maslahat so'rab, jengil remont bo'lsa, uyda turgan joyida qilib beradi. O remont bo'lsa, shunday ishxonaga olib kelib, svarka qila turgan jeri bo'lsa, ishxonada svarka qilib jasab berasiz, tug'anlar. Bo'ldi, inshaalloh ishlaringizga egilik, qarmatgan nurazangiz qabul bo'lsin. Bu balani atayin kichkina remont reklama tartib ketayin, do'stlar, ishlariga egilik bersin. Nomerini qoldirib qo'yaman men videoning ostida.